Kompyuterni перезагрузка qildim, lekin yo'qolmagan. Endi yana bitta yo'li bor. Ba'zilarda yo'qolishi kerak, bizda yo'qolmadi. Endi keyingi yo'liga o'tamiz. O'ng tugmani bosamiz, sozdat tekstoviy dokument. Ichiga kiramiz. Echo off task kill drop f drop m ime explorer exe explorer exe exit. Bu kichkina dasturchamiz, demak bat fayl bilan ishlatamiz buni. Bizga to'g'risini yozib beryapti, lekin biz qo'shib yozishimiz kerak. Buni endi saqlaymiz. Сохранить как, demak C faylni tanlaymiz va aktivatsiya bat rабочий stolni tanlab сохранitni bosamiz. Mana aktivatsiya chiqdi. Endi buni ishga tushirish uchun o'ng tugmani bosamiz. Запуск от имени администраторani bosamiz. Tushunarli. Da mana перезагрузка qildim. Demak, aktivatsiya Windows yo'qolgan, tushunarli. Bu ham ba'zilarda ishlashi mumkin. Yana agar ishlamasa, keyingi yo'llar bilan yo'qotishga harakat qilamiz, tushunarli. Barchaga rahmat, salomat bo'ling.